Instagramda 3 ta stakan nomi bilan mashhur bo'lgan bilinchiklarni bugun men ham tayyorlab ko'rdim va to'g'risini aytsam, juda ham afsuslandim. Nima uchun afsuslanganimni bo'lsa, video oxirida aytib o'taman. Idishimizga 3 ta tuxum chaqib, ustidan tuz va shakarni solib yaxshilab aralashtiramiz. Ustidan sut, un va suvni solamiz. Suv va sutning harorati iliqdan issiqroq bo'ladi. Oxirida yog' qo'yib, xonada 10 daqiqaga qoldiramiz. Suyuqligi xuddi shunaqangi suyuqroq massa bo'ladi. Qizdirilgan tovada yaxshilab bilinchiklarni pishirib olamiz. Teshikchalari ko'p va idealniy bilinchiklarimiz tayyor bo'ladi. Hech qanaqa soda ham solinmagan, razrihlitel ham solinmagan bilinchiklarimiz idealniy bo'ladi, ishonavering. Bu retseptni albatta saqlanib qo'ying. Ha, aytgancha, nima uchun afsuslanganligimga siz ham qiziqyapsizmi? Bu bilinchiklarni vohliroq tayyorlamaganimga juda ham afsuslandim. Ichiga xohlagan nachinka qilamiz. Men bugun qiyma va kartoshkadan foydalandim. Ishoning, bu hayotimda yegan eng mazali bilinchiklar edi. Albatta siz ham yaqinlaringizga tayyorlab bering. Ishoning, duolarni olasiz va menga rahmatli aytasiz. Albatta tayyorlab ko'ring, yoqimli ishtaha.